Mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, aholi osoyishtaligini mustahkamlash, giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish hamda huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan keng ko'lamli profilaktik tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda respublika miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlarning ikkinchi bosqichi doirasida ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qator samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan 2026-yil 1-iyul kuni olingan tezkor ma'lumot asosida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan maxsus tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Yangiyo'l shahri Yangi Hayot mahallasida yashovchi, muqaddam giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlar uchun sudlangan 1973-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada mazkur xonadon hovlisida joylashgan issiqxona ichida jami 22 tub marixuana o'simligi yetishtirilayotganligi aniqlandi. Holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, barcha o'simliklar yulib olindi va ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. To'plangan hujjatlar asosida yuqorida qayd etilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Boshqa bir holatda 1996-yilda Samarqand viloyatida hamda 1995-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan muqaddam jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan sudlangan 2 nafar shaxslar Telegram ijtimoiy tarmog'idagi bot orqali buyurtma olib, qadoqlangan 20 ta o'ramdagi geroin moddasini Toshkent tumani Uchqahramon mahallasi hududidagi xufiya manzildan olib, belgilangan topshiriq asosida 7 ta xufiya joylarga bir donadan yashirib, qolgan 13 o'ramda narkotik moddani belgilangan nuqtalarga qo'yish uchun ketayotgan vaqtida huquq-tartibot idoralari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida gumon qilinuvchilarning ko'rsatmalari asosida yashiringan 7 dona o'ramdagi moddalar ham ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Hozirda gumonlanuvchilarga nisbatan tegishli tartibda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan giyohvandlik vositalarini yetishtirish, saqlash, tayyorlash va tarqatish bilan bog'liq har qanday noqonuniy harakatlarga nisbatan murosasiz kurash olib borilmoqda.